Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan oddiygina bir to'y ziyofati ortida yashiringan, ammo hech kim kutmagan sirlar haqida hikoya qilamiz. Tasavvur qiling, bayramona dasturxon yozilgan, yaqinlar bir joyga jam bo'lgan, kulgi va tabassumlar yangramoqda. Ammo shu quvonchli kechaning o'rtasida bitta kutilmagan voqea butun oilaning hayotini o'zgartirib yuboradi. Kimdir yillar davomida yashirib kelgan sir fosh bo'ladimi? Oila a'zolari bir-biriga bo'lgan ishonchini saqlab qola oladimi? Eng muhimi, to'y kuni ochilgan bu sir ortida aslida nima yotgan edi? Hikoyaning har bir daqiqasida yangi jumboq, kutilmagan burilish va yurakka ta'sir qiladigan voqealar sizni kutmoqda. Shuning uchun oxirigacha biz bilan qoling. Chunki hikoyaning eng katta siri aynan oxirida ochiladi. Keling, unda voqealar qanday boshlanganini birgalikda bilib olaylik. Ertalabdan beri butun uyda shovqin. Bugun kelin ziyofati. Birin-ketin qarindoshlar kelishyapti va shovqin ortib boryapti. Bu shovqindan boshim og'riyapti. To'y qanday o'tgan bo'lsa, kelin ziyofati undan 2 baravar ko'p shov-shuv bilan o'tmoqda. Albatta. Azat Shixning o'g'li Tashjid Shix Tibirning to'y ziyofati. To'y qanday bo'lmasin, kelin ziyofati katta marosimda bo'lishi kerak, aks holda obro'ga putur yetadi. Kozgu oldida o'tirib, sirgalarimni taqayotib bu gaplarni o'ylar va kulardim. Odam o'z obro'si uchun shunchalik ehtiyot bo'lsa, o'z o'g'lining bunday katta jinoyatini pul bilan bosib qo'yadi. Tibirning qanchalik katta jinoyatchi ekanligini Azat Shix ommaga tarqatishiga yo'l qo'ymagan. Bu voqea bir kechada pulga bosilib qolgan. Bu voqeani faqat bir nechamiz bilamiz. Chuqur nafas oldim. Shu orada Tixa kelinoyi deb chaqirib yugurib keldi. Men unga qaraganimda nafas olib dedi. Kelinoyi, akamni ko'rdingizmi? Butun uyda topolmadim. Tibirning ismi chiqishi bilan ertalabki voqea esimga tushdi. O'sha so'zlarni eshitganimdan so'ng ko'zimni ochib atrofga qaraganimda hech kimni ko'rmagan edim. Holbuki kimdir qulog'imga shivirlagani aniq esimda edi. Xonaga qaradim, lekin Tibir u yerda qo'loyoqlarini yozib yotgan edi. Qancha vaqt sarosimada o'tirganimni bilmayman. Tixaning chaqirigi xayolimni buzdi. Nima o'ylayapsiz? Aytingchi. Ha. Yo'q, akangizni ko'rmadim. deb o'z ishimga berildim. Bechoraning yuzi xiralashib qoldi. Men ko'z qirini bilan buni ko'rdim, lekin e'tibor bermadim. Shu orada yana 2 kishi xonaga keldi. Men ularga qaraganimda ular Tixaga qarab dedilar. Tixa Pranishani pastga olib kelishni xola aytdi. Uni olib kel. Bizning ko'p ishimiz bor, biz ketamiz. Bu so'zlarni shunchalik tez aytishdiki, go'yo muhim ishni tashlab kelishgandek. Boron kabi kelib, yana to'fon kabi ketishdi. Men bir marta ularga qaradim, keyin Tixaga qaradim. Tixa xafa bo'lib dedi. Pastga tushing, kelinoyi. Bosh qotirdim. Jim Sariyamning etagini boshimga tortib, Tixaning qo'lidan ushlab pastga tushdim. Xola meni ko'tara olmasa ham, buncha odam oldida yuzini burishtirmadi. Kulib yuz bilan yaqinlashib, bir necha ayollar orasiga o'tkazdi. Ayollar meni tanqid qila boshlashdi. Zerikib boshim og'riyotgan edi, lekin xushmuomalalik uchun hech kimga hech narsa demadim. Ular tanqid bilan band bo'lganlarida birdan jiddiy ovoz eshitildi. Bu yerda buncha olomon nima? Hamma u tomonga qaradi. Men ham qaradim. Tibir turibdi. Ko'zlarida va yuzida zerikish, jiddiylik va g'azab. Sochlari to'zgigan, ko'zlari biroz qizargan, ko'ylagining 2 tugmasi ochilgan, bir qo'li cho'ntagida. Yonimdagi bir qiz shivirlab dedi. Tibir nega buncha ajoyib? Qanday kelishgan bo'lsa shunchalik qizgin. Akaga qarasang shokolad yegandek bo'lasan. Voy, Tibir nega turmushga chiqdi? Bu so'zlar qulog'imga kelgach, qizga o'tkir nigoh bilan qaradim. Qanday galati va odobsiz qiz. Tibirning xotini o'tirgan bo'lsa ham, uning oldida Tibir haqida buncha gaplar aytib yotibdi. Qiz menga qarab qo'rqib ketdi. Darhol o'zini yashirdi. Shu orada Tibir yana jiddiy ovozda dedi. Pranisha, xonaga kel. Tixa. Tixaga ishora qilgach, Tixa bosh qotirdi.
Tibr tez qadamlar bilan zinapoyadan yuqoriga chiqib ketdi. Men qoshlarimni chimirib qaraganimda, Tixa yaqinlashib, meni xonagacha olib borib qo'ydi. Men eshikni itarib xonaga kirdim. Tibr karavotda yotibdi. Bir qo'lini peshonasiga qo'yib, shiftga tikilib yotibdi. Men hech narsa demay, ro'molimni olib tashlab, bir stakan suv ichdim. Shu paytgacha xonada faqat qo'limdagi bilaguzuklarning shovqini va nafas olish ovozlari eshitilar edi. Bir payt Tibrning ozi dedi: "Men yo'q paytda o'sha ayollarning orasiga borishning hojati yo'q. Onam chaqirsa ham bormaysiz." Men o'tkir nigoh bilan qarab, qattiq javob berdim: "Nega bormayman? Men sizning gapingizga quloq solishim kerakmi? Turmushga chiqqanman deb endi huquqni qo'llay boshlaysizmi?" Mister Tashchit Shix Tibr, men hech qanday zo'ravonning gapiga yurishga majbur emasman. So'z tugagach bir necha soniya ham o'tmadi. Tibr bo'ron kabi kelib meni bosdi. Bir qo'li bilan belimdan tortib yaqinlashtirdi, boshqa qo'li bilan bo'ynimni bosib o'girdi. Voqeaning kutilmaganligidan hayron bo'lib qoldim. Hayratim hali ketmagan edi. Tibr yuzimni yuzimga ro'para qilib, tishlarini qisib dedi: "Har gapda zo'ravon, zo'ravon demang. Men bir marta jim bo'ldim degani har doim jim turaman degani emas. Siz mening xotinimsiz. Men o'z huquqimni albatta ishlataman. Avval o'zingizni tani, o'z yaqinlarini tan, keyin kelib menga zo'ravon deyish. Isbotsiz yana bir marta shunday desangiz, men sizni..." Jim qoldi. Men hali ham hayratda tikilib turibman. U meni yanada qattiq bosib, bir qo'limni orqaga burdi. Og'riq bilan ingraganimda egri kulib dedi: "Men sizni kuydiraman, Pran. Tibrning sevgi masligiga shunchalik tashna qilamanki, siz qayta-qayta, ko'p marta faqat Tibrga qaytishga majbur bo'lasiz. Qayta-qayta Tibrda erib, o'zingizni tashnalikdan xalos qilasiz. O'sha kunlar uzoq emas. Balki bir necha kun, bir necha oy yoki bir necha yil. Shu paytgacha tinch yashang, kelin." Keyin qo'yib yubordi. Men qo'limni ushlab unga qarab turdim. Uning barcha so'zlarini bir necha marta takrorlaganimdan keyin ham boshimga hech narsa kirmadi. Hayron bo'lib qarab qoldim. Uning birinchi so'zlarini tushungan bo'lsam-da, keyingi so'zlarning ma'nosini topa olmadim. Atrofni titkilab hech narsa topa olmaganimda, o'z boshimni urib yuborishni xohlardim. Ko'p o'ylasam, boshim chalkashib ketadi. Oylarim orasida Tibrning oyog'imdan boshimgacha ko'zdan kechirayotganini payqadim. Keyin sochlariga qo'l yurgizib, yuzidagi qirra soqolini biroz silab, yuzini chik shaklida qilib dedi: "Hali bo'yimning bagrimga ham yetmaydi, lekin gapiraymi shunday. Iloji bo'lsa, tarsaki birga ko'zini ochib qo'yaman. Liliput." Uning og'zidan Liliput so'zini eshitganimda jahlim chiqdi. Tishlarimni qisib, unga nima deb aytmoqchi bo'lganimda, u "Pariq emas, deyapman" degan holda qo'llarini cho'ntagiga solib, hushtak chalib ketdi. Gazab va qayg'udan puf-puf qilib karavotda o'tirdim. Uning oxirgi so'zlari birinchi so'zlarini butunlay unutishga majbur qildi. Ko'nglimda uni koyib, o'zimni tinchlantira boshladim. Shu orada bir necha qizni olib Tixa xonaga keldi. Gazabdan yonayotgan edim, yana go'zallik salonining qizlarini ko'rib, jahlim yanada chiqdi. Tixa burun uchim qizarganini ko'rib, yaqiniga tortib shivirladi: "Kelinoyi, burningizning uchi nega buncha qizargan? Gazabdanmi yoki uyatdanmi? Uy mehmonlarga to'la, ustiga ustak og'ir lehinga, og'ir kiyim. Holim yomon bo'ldi. Juda qattiq nafas olayotgan edim. Yonimda Tibr kulib-kulib o'tiribdi. Menga qarab holimni ko'rsada hech narsa demadi. Aksincha, yuzini jiddiy qilib o'tirdi. Biroz vaqt o'tgach, Tibrning do'stlari kelishdi. Men sanab qarasam, taxminan 4 ta yigit va 3 ta qiz. Qizlarning erlari ham bor. O'zaro salomlashgandan keyin menga yaqinlashdilar. Tibr yonimga kelib, yuzini jiddiy qilib menga qarab dedi: "Pranisha." Men salom berdim. Yigitlar meni ko'rib hayron bo'lishdi. Bir-biriga qarab nimadir demoqchi bo'lganlarida, Tibrning qo'rqinchli nigohini ko'rib hech narsa demadilar. Kulishga urinib salom olishdi. Bir oz gaplashib hammasining ismini bildim. Imon, Shpon, Sayem va Rifat.
Hammasini oddiy qabul qilgan bo'lsam-da, Rifatchi ko'zlarida jiddiylikni ko'rib, biroz hayron bo'ldim. Hech narsa bo'lmasa, kimdir buncha jiddiy qarab tursa, hayron bo'lish tabiiy. O'zimni qo'lga oldim. Ular o'zlaricha bema'ni gaplar qilishdi. Imon aka Tibrning beliga shapaloq urib, shaytoncha kulib dedi: "Oxirida to'yni tugatdik, do'stim. Endi asal oyi uchun rejang nima?" Uning savolida ko'zlarim katta-katta bo'ldi. Bir zumda yo'tal tutib qoldi. Tibr egri kulib meni ushladi. Imon aka qoshlarini chimirib qarab dedi: "Nima bo'ldi, kelinoyi? Asal oyi haqida eshitib birdan buncha yo'tal nima?" Men javob bermadim. Yo'talim uchun tixi suv olib kelgan edi, uni ichib jim o'tirdim. Tibr Imon akalarga nimadir deb yonimga kelib o'tirdi. Sekin dedi: "Yaxshimisiz?" Bosh qotirdim. U soatini togirlab yana dedi: "To'yni majburlab qildi, endi yana asal oyi." Voy, xotinim asal oyi haqida eshitib ochgan shar kabi sondi, deb lablarini qisib kula boshladi. Men gazablangan nigoh bilan qaradim. Buncha odam orasida hech narsa deyolmay tishlarimni qisib o'tirdim. Birozdan so'ng ko'zlarimga xolamning eri, Poli va Polining bobosining uyidagi hamma ko'rindi. Poli meni ko'rib yugurib keldi. Quchoqlab dedi: "Sizni qogirchoqdek ko'ryapman, opajon. Tibr akaning yonida ajoyib ko'rinadi", deb kuldi. Men o'tkir nigoh bilan unga qaradim. Tibr xushmuomala kulib gaplashdi. Bu odam yaxshi kula olmaydimi yoki kulishni istamaydimi, yuzini har doim jiddiy qilib yuradi. Xolamning eri, Polining amakisi, xolasi hammasi yaqinlashdi. Bir oz gaplashdi. Bu og'ir lehingani ko'tarib turish uchun tanamning yarmi kuchi ketyapti. Voy! Poli meni tortib qulog'imga shivirladi. "Birinchi kecha qanday o'tdi, opajon? Bunday shokolad markali kuyov olibsiz, yaxshi o'tgan bo'lsa kerak." Poli lablarini qisib kuladi. Men yuzimga jiddiylik olib, unga qarab dedim: "Men sizning kattangizman, Poli, bu qanaqa gaplar? Bilmayapsizmi? Shunga qaramay, yana shunday deyapsizmi?" Poli kulishni to'xtatib, chuqur nafas oldi. Qo'limga qo'yib dedi: "Qani endi, opajon. Siz hali 1 yil oldingi voqea ustidasiz. Tibr akaning qilgan ishi hali isbotlanmagan va tixa kun bo'yi menga aytadi: Tibr akam bunday qilolmaydi." Men uning gaplariga e'tibor bermadim. Hech bir opa-singil o'z akasi jinoyatchi bo'lishi mumkinligiga ishonmaydi. Bu normal. Tibr kelib Poli bilan suhbatni jonlantirdi. Men ularga qarab oldimga qaradim. Bir mehmonni ko'rib qo'rqib ketdim. Uning bir juft ko'zlari menga qadalgan. Qo'rqib yonimdagi Tibrning qo'lini mahkam ushladim. Bir necha marta quruq yutindim va Tibrning orqasiga yashirindim. Noaniq ovozda dedim: "Fardin aka, davomi bor. Hikoya uchun savollar. Bugun uyda qanday marosim bo'lib o'tmoqda? Tibrning onasi Pranishaga qanday munosabatda? Tibr Pranishaga qanday tahdid qiladi? Tibrning do'stlari kelganda nima bo'ladi? Hikoya oxirida Pranisha kimni ko'rib qo'rqadi va nima bo'ladi?"